Hammaga aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek bizada avtobusni ko'rishingiz mumkin. Odamlar gavjum, odamlar bilan to'la. Yo'lovchilarimiz safarga jo'nab ketishadi. Birozdan so'ng ungacha yo'lovchilarimiz bilan qisqacha suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Rahmat. Xudo xohlasa qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Toshkent Perim bilan. Siz kim aka? Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Toshkent Perim. Siz ham Perim. Bilet narxlarini qanchadan xarid qildingiz? 715 mingdan. 715 ming. Kassadan oldik. Asalomdan olgansiz. Telefondan bog'lanib keldingizmi? Kimlardandir xabar Ha, olib? telefon bog'lanib keldim. Men samolyotga ketardim. Ham arzon ekan. Ham davlat tomonidan berilgan ekan. Avtobusda qanchadan beri qatnaysiz? Endi birinchi marta ketishim. Birinchi marta ketishsiz. Sizchami? Men ikkinchi marta ketishim. Sharoitlar qanday ekan? Qulay. Sharoitlar hozircha yaxshi, hammasi eslom yetib olsa ekan. Qarindoshlaringizga, yaqinlaringizga Shuni bo'lardi. tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi aytib olinglar. Muhimi qonuniymi? Oila budjet podasi bor ekanda. Oila budjet podasi bor. Pul ekan bo'lar ekan. Konditsionerlarimiz Hamma ishlayapti. Hamma qulaylik yaxshi. Yumshoq. yaxshi aytib olinglar. Salomat bo'linglar. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Ishonchli biletlar kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlari siz bilan Toshkent avtovokzalida ko'rishguncha.